quloq pardasidagi teshik bilan, eshitish pastligi bilan kelgan bemorimizda quloqda mana bunaqa teshik bor edi. Audiometriyada mana bunaqa eshitish pastligi bor edi. Biz bu chap qulog'i, o'ng qulog'ini yamab parda qo'yganmiz 2 yil oldin. Hozir 2 yil oldin qo'yilgan pardani holatini ko'ramiz. Mana 2 yil oldin qo'yilgan pardamizda to'liq tomirlar, to'liq ushlagan, chetlari ham akkuratniy, xuddi o'zinikidek bo'lib turibdi. Eshitishlari esa, demak, mana bunaqa eshitishdan mana bu darajaga ko'tarilgan. Ikkala tomon bir xil edi, mana bunaqa pastga tushib ketgan edi, hozir mana tepaga ko'tarilgan. Endi rejalashtirilmoqda chap quloqni ham teshigini yamab qo'yish. Eshitish pastrog'ida ancha pastdi 2 yil oldin. Keyin ko'rinib operatsiya qildirdik, natija yaxshi. Xudo xolasa yana keyingi qulog'ini ham rejalashtiryapmiz. Bunisini ham davolashga a'lo darajada o'tdi operatsiyamiz. Biz kutgandan endi ancha natija yaxshi, eshitishi yaxshi. Qo'rqmay kelishingizni so'raymiz. Bemalol, natijalari yaxshi.